Assalomu alaykum hammaga. Bizda YouTube kanalimizda kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Zavodskiy bagaj chip qo'yamiz. O'shani ulanishini o'rganib o'tamiz. Qanday ulanishlarini ochishda 2 marta bo'lsa, bagaj qismini ochib qo'yadi. Zavodskiy hech qanaqa teshilmaydi. Faqatgina plata yordamida qo'yiladi. Videoni ketma-ketlikda tayyorlab o'tamiz. Orqa bagaj qismini ochishda 2 marta bo'lsa, salon qismidan ochib qo'yadi. Muammo qilmaydi, bittada yopiladi. Qayta bosib o'tmaysizlar. Birga bir ishlaydi. Cobalt mashinasiga bagaj chipni qilishni o'rganamiz hozir. Tayyor shunaqa chipi bo'ladi. Endi bu sotuvda topishlari sal qiyinroq, shuning uchun agar momoda elektrik akkumulyatorlarimiz kerak bo'lsa, sotuvda bor bu chipdan. 4 ta sim bo'ladi. Qora, qizil, oq, sariq. Keyin ichidan bitta diod chiqadi. Tok bir tomonga o'tkazadigan. Instruksiyasini ham berib qo'yibdi, hozir tushuntirib o'taman. Instruksiyani ham bergan. Hozir birga ulashni o'rganamiz. Ulanish uncha qiyin emas. Zo'r tomoni zavodskiy bo'ladi, hech qanaqa muammosiz ishlaydi. Qilinadigan ishimiz 30 bilan 85 da bitta qilib plyusga ulab olishimiz kerak. Astayani plyus bo'ladi bu. Bagaj knopkani relizdan chiqayotgan plyus bo'laysiz. Bagajda reli bo'ladi zavodskiy, o'sha relida plyus bo'ladi, bitta kiruvchi bo'ladi. Bagajga chiqib ketuvchi bo'ladi. Bu stikerdagi qizilga ulaymiz. Pastayam. Buni qo'ysalar hech qanaqa klient jalb qilmaydi. 2 yil garantiyasi bor, hech qanaqa muammosiz ishlayveradi. Brak chiqib qolmaydi. Bagaj ochilsa yopilmay, yopilsa ochilmay, shunaqa muammo bo'lmaydi. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kerakli yangiliklarda o'rgatishlikka harakat qilamiz. Oldik. Endi 86 ga sariq to'lib olamiz. Endi bizda 87 qoldi. Raqam aytganim mana bu noshkalar raqami bor. Mana 30, 85, 86, 87. O'rtadagisini ulamaymiz, sizga kerak emas. Endi mana bu qizil bilan ikkitasini kerak bo'ladi. Kesib qo'yamiz. Endi chipni stikerga tiqamiz. Bo'ldi, tayyor bo'ldi chipimiz. Yaxshilab ahamiyat qilamiz. Ana 30 bilan 85 bitta qilib plyusga, bu qizildagi ham plyusga, chipdan chiqqan sariq ham 86 ga komanda, bu 87 bagajga chiqib ketishi bo'ladi. Endi ulanishni ko'rib o'tamiz. Cobalt'dagi prezaxnitlda bagaj relizini sug'urib olamiz. Relida bitta plyus bo'ladi, bitta bagajga chiqib ketuvchi bo'ladi. Plyusni mana bunga ulaymiz. Chiqib ketuvchisiga buni ulaymiz. Endi ikkita sim qolyapti. Center zamok ochtisini ochib olamiz. Shu ochishni 2 marta bosadiganda
Bu yerda simlar bor. Mana bu sim massa постоянно massa ulanadi shu yerda o'zida, shtikerda o'zida. Keyin mana bu yerda instruksiya ko'rsatib qo'ygan. Ochishda sim bor. Ochishda minus keladi. Minus bersangiz eshikni ochgan bo'ladi. O'sha simda hop, misol uchun sim kelayotgan bo'lsa, simni shunaqa kesib olamiz o'rtasidan. Shunday o'rtasini kesib tashlaymizda, bitta diod qo'yamiz. Diodni o'sha diod chiqadi. Shunaqa ulaymizda. Mana bu oq simda dioddan oldinga ulab, center zamok knopkaga kiritgan ulab qo'yamiz. Xuddi mana shunaqa sistemada ulanadi. Mana bu uzgan simimiz, mana bu uzilgan tomoni bu yerga ulanadi. Xuddi shunaqa shaklda ulanadi. Ochishni 2 marta bossalaringiz bagaj qismini ochib qo'yadi. Unaqa qiyin narsa emas. Chipdan sotuvda bor hozircha. Narxi 50 ming so'm. Nechta bo'lsa, kolleksiyaga chiqarib beramiz. Hech qanaqa muammosi yo'q, 2 yil garantiyasi bor. Klientlarga bemalol qo'yib berishlaringiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa foydali ma'lumotlarni berib o'tishlikka harakat qilamiz bundan buyog'iyam.